alaykum aziz sportsevar teletomoshabinlar. Ekranga yaqinroq joylashib oling, sababi siz suygan va qiziqib, miriqib tomosha qiladigan Quvnoq startlar teleloyihasi yana efirda. Hamda boshlovchingiz Sitora Idiyeva. Ko'rsatuvimizning navbatdagi soni Navoiy shahridagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tmoqda. Unda Lochinlar va Burgutlar jamoasi o'zaro bellashadi. Ishtirokchilar tayyor, demak, boshlaymiz. Qani, ketdik. Bugun maktabimizda Quvnoq startlar sport musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Bu musobaqada 2 jamoa bellashmoqda. Jamoalar musobaqaga tayyor. Birinchi jamoamiz Burgutlar jamoasi, ikkinchi jamoamiz Lochinlar jamoasi. Ishtirokchilarimiz birinchi shartga tayyor. Birinchi shartimiz o'quvchilarimiz qo'yilgan halqalar ichidan o'tib, marraga tez yetib borishlari kerak. Har bir o'quvchi ketma-ketlikda bajaradi. O'quvchilarimiz har bir halqalarning ichidan o'tishi kerak. Burgutlar tayyorsizlar? Lochinlar Demak, birinchi shartni ham boshlab oldik. Unga ko'ra ishtirokchilar halqalardan aylanib o'tib, ya'ni ustilardan o'tkazib, to'siqlarni aylanib o'tib, keyingi ishtirokchiga qo'l uzatishlari kerak bo'ladi va har ikkala jamoa ushbu shartni a'lo darajada boshlab olishda, yaxshi kayfiyatda albatta va yaxshi bajarishyapti. Xatolarsiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, har ikkala jamoa ham bir xil tezlikda ushbu shartni bajarishyapti. Hozir chaqqonlik bilan harakat qilib, g'alaba tomon intilayotgan jamoalar mana ba'zida xatolikka ham yo'l qo'yishyapti. Halqani o'tkazayotib xatolikka yo'l qo'yishdi. Albatta, g'alaba tomon intilishga harakat qilgan sari bunaqa xatoliklar bo'lib turishi tabiiy. Shu mana hozir qizlar ham a'lo darajada boshlab olishdi, chaqqonlik bilan harakat qilishyapti. Ko'rib turganingizdek, halqalar o'rnidan siljib ketgan. Hatto ustma-ust ham tushib ketdi. Halqalari baribir keyingi ishtirokchi uni tuzatib ketyapti o'z o'rnida, biroq chaqqonlik bilan harakat qilgani bois yana xatoliklar bo'lib turyapti. Mana hozir keyingi ishtirokchiga albatta qiyin, sababi halqalar siljib ketganida ustma-ust bo'lib ketgan va shartni bajarishga biroz qiynalyapti. Bu albatta shartni bajarishga va birinchi bo'lib yetib kelishga albatta xalaqit beradi va birinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana birinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bunda Burgutlar jamoasi 5 ochkoni qo'lga kiritdi. Lochinlar jamoasi esa 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Burgutlar jamoasi o'yin jarayonida ozgina xatolikka yo'l qo'yib, o'z vaqtida tuzatib ketdi. Shu uchun bularning balini kamaytirmadik. Endi ikkinchi shartimiz o'quvchilar halqalarning ichiga qo'yilgan to'plarni joyini almashtiradi. To'plar halqalarning ichidan chiqib ketmasligi kerak.
har bir xato qilgan o'quvchi o'z vaqtida tuzatsa, xato hisoblanmaydi. Demak, ikkinchi shart ham boshlandi. Unga ko'ra ishtirokchilar birinchi halqadagi koptokni olib, ikkinchisiga almashtirib ketib, keyingi ishtirokchiga qo'l berishlari kerak bo'ladi va ushbu shartni ishtirokchilar a'lo darajada boshlab olishdi. Birinchi shartga ko'ra Burgutlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritib 5 ballni olgan edi. Ikkinchi shartda esa ko'ramiz, qaysi jamoa g'olib bo'lar ekan. Har ikkala jamoaga ham omad tilagan holda ularni hozir ishtirokini kuzatib boramiz. Mana hozir qizlarga ham navbat yetib keldi. Ushbu shartni a'lo darajada boshlab olishdi ular ham. Hozir Lochinlar jamoasi ham chaqqonlik bilan harakat qilishmoqda. Har ikkala jamoa ham chaqqonlik bilan harakat qilib g'oliblik sari intilyapti. Har ikkala jamoaga ham omad tilaymiz va so'nggi ishtirokchilar bajarishga tayyor bo'lib turishibdi. Mana hozir ikkinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va unga ko'ra Lochinlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ikkinchi shartimiz bo'yicha Lochinlar jamoasi 5 ballni qo'lga kiritdi. Burgutlar jamoasi 4 ballni qo'lga kiritdi. Burgutlar jamoasi bexato yaxshi bajargani uchun, xatosiz bajargani uchun ularga 4 ball berdik. Navbat 3-shartimizga. 3-shartimizda o'quvchilar futbol to'pini to'siqlar orasidan o'ng va chap oyoqda olib yurishlari kerak. Bexato bajargan jamoa g'olib hisoblanadi. Uchinchi shartga ham navbat yetib keldi. Demak, ishtirokchilar halqalar ichida turgan koptokni olib, to'siqlardan o'ng va chap oyoqda tepib, to'siqdan aylantirib o'tib, keyingi sheriklariga yetkazib berishlari kerak bo'ladi va har ikkala jamoa ham ushbu shartni a'lo darajada boshlab olishdi. Biroq baribir ishtirokchilarda xatoliklar bor. Ya'ni bu shart ham o'ziga yarasha biroz mashaqqat talab qiladi. Biroq doimiy va muntazam sport bilan shug'ullangan ishtirokchilarga bu hech ham qiyin emas. Nafaqat bu shart, balki barcha shartlar qiyin emas, chunki muntazam sport bilan shug'ullangan ishtirokchilar juda chiniqqan bo'ladi va sog'lom turmush tarzini o'zida shakllantirgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Lochinlar jamoasi ishtirokchisi to'siqdan aylanib o'tmadi. O'ylaymanki, bu albatta xato. Ya'ni buni hakam inobatga oladi deb o'ylaymiz. Qizlar ham hozir ko'rib turganingizdek ushbu shartni a'lo darajada bajarishyapti. Sababi qizlarga bu shart biroz qiyin bo'ladi deb o'ylagandik. Chunki bu sport turi bilan ko'proq o'g'il bolalar shug'ullanadi va qizlar buni bajarishda biroz qiynaladi deb o'ylagandik, biroq qizlar ham a'lo darajada bajarishyapti. Ko'rib turganingizdek, ba'zi xatoliklar ham bor. Burgutlar jamoasi ishtirokchisi xatolikka yo'l qo'yib, uni to'g'rilab ketdi albatta. Qizlar o'g'il bolalardek chaqqon harakat qilishmayotgan bo'lsa-da,
ehtiyotkorlik bilan harakat qilib ushbu shartni to'g'ri va aniq bajarishga harakat qilishyapti. Biroq shart oxirlayotgan paytida qizlar xatoliklarga yo'l qo'yishyapti va yana o'z o'rnida tuzatib ketishyapti va ushbu shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Unga ko'ra burgutlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Uchinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu shartda burgutlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi 3 ochko bilan. Lochinlar jamoasi 2 ochko bilan oldinda. Demak, bu shartimizga, 3-shartimizga burgutlar jamoasi 2 ta xatoga yo'l qo'ydi, lochinlar jamoasi 3 ta xatoga yo'l qo'ydi. Umumiy hisob burgutlar jamoasi 12 ball bilan oldinda boryapti, lochinlar jamoasi esa 10 ball bilan o'yinni davom ettirishmoqda. Navbat 4-shartda. Bu shartimizda komandalar maydonning 2 tomoniga saflanishadi. O'g'il-qiz alohida gandbol to'pini bir-birlari bilan almashadi. To'rtinchi shartga ham start berildi va unga ko'ra ishtirokchilar gandbol koptogini olib, ya'ni o'g'il va qizlar alohida jamoa komanda bo'la olib bir-birovlariga yetkazib berishlari kerak bo'ladi. Ya'ni koptog o'sha gandbol koptogi aylanma harakat ila yetib kelishi kerak va hozir jamoalar ko'rib turganingizdek chaqqonlik bilan yugurib kelib bu shartni bajarishyapti. Va hozir ushbu shart o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni o'g'il bolalar turgan joyda qizlar borib almashib, qiz bolalar turgan joyda o'g'il bolalar almashish kerak bo'ldi va bu shartni burgutlar jamoasi birinchi bo'lib bajarishdi. 4-shartimiz tugadi. 4-shartda burgutlar jamoasi 3 ballni qo'lga kiritishdi, lochinlar jamoasi esa 2 ballni qo'lga kiritishdi. Umumiy hisob burgutlar jamoasi 15 ball, lochinlar jamoasi 12 ball. Burgutlar jamoasi oldinda. 5-shartimizni boshladik. Bu shartimizda o'quvchilar basketbol to'pini to'siqlar orasidan olib o'tishlari kerak bo'ladi. Men Quvnoq startlar musobaqasida qatnashdim. Bunda menga 4-shart yo'qdi. Men avvalam shunaqa musobaqalarga qatnashganman. Juda yo'qdi. Bunaqa Quvnoq startlar musobaqasi yana bo'lishini xohlayman. Menga ham yo'qdi, bu birinchi marta emas. Men bunaqa musobaqalarda ko'p qatnashganman. Menga ham 4-shart yo'qdi, chunki men doimo basketbol bilan shug'ullanaman. Biz jamoamiz bilan birga harakat qilganimiz uchun g'oliblikni qo'lga kiritdik. Demak, 5-shartni ham boshlab oldik. Unga ko'ra ishtirokchilar basketbol koptogini halqadan olib, to'siqlardan aylantirib o'tib, ya'ni yerga urgan holda aylantirib o'tib, keyingi ishtirokchiga qo'l uzatishlari kerak bo'ladi va keyingi ishtirokchi ham xuddi shu tarzda davom ettirishi kerak va ushbu shartni har ikkala jamoa ham chaqqonlik bilan boshlab olishdi. Ko'rib turganingizdek, ehtiyotkorlik bilan to'g'ri bajarib olishga harakat qilishyapti. Sababi xato qilishsa ham ballari qisqarishi mumkin. Shu sabab ehtiyotkorlik bilan to'g'ri va aniq bajarishga har ikkala jamoa ishtirokchilari harakat qilishmoqda. Hozir mana qizlarga ham navbat yetib keldi. Qizlar ham a'lo darajada boshlab olishdi. Va ikkala jamoa ham hozir ko'rib turganingizdek hayajonda.
Sababi hozir har ikkala jamoa ham g'oliblik sari intilish uchun harakat qilishmoqda. Mana hozir jamoalarda so'nggi ishtirokchilar qoldi va so'nggi ishtirokchilar hal qiluvchi hisoblanishadi va ushbu shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Unga ko'ra Lochinlar jamoasi g'olib bo'ldi. Beshinchi shartimiz tugadi. Bu shartimizda Lochinlar jamoasi 5 ballni qo'lga kiritishdi, Burgutlar jamoasi esa 3 ballni qo'lga kiritishdi. Burgutlar jamoasidan 2 nafar ishtirokchi xatoga yo'l qo'ydi va xatosini o'z vaqtida tuzatmadi. Endi 6-shartimizni boshlaymiz. Bu shartimizda o'quvchilar futbol to'pini darvozaga tepishlari kerak. Demak, 6-shart ham boshlandi. Unga ko'ra har ikkala jamoa ishtirokchisi koptokni, ya'ni futbol koptogini darvozadan urib tegizishi kerak bo'ladi. Va hozir ko'rib turganingizdek, Lochinlar jamoasi ishtirokchisi ushbu shartni bittaga, ya'ni bir urinishda darvozaga kirgizib bildi va Burgutlar jamoasi ishtirokchisi esa ikkinchi urinishda ushbu shartni bajardi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, ishtirokchilar shu darvozaga kirgizib, keyingi ishtirokchiga qo'l uzatishlari kerak. Kirgizmaguncha ular koptokni tepishlari kerak ekan. Mana hozir Burgutlar jamoasi 3-urinishda ham buni amalga oshira olmadi. Bu albatta qiziq, eng qiziq shartlardan biri desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi ishtirokchilar bunga juda ham mashaqqat bilan harakat qilishyapti. Va nihoyat mana Burgutlar jamoasi ishtirokchisi buni uddasidan chiqdi. Ya'ni koptokni darvozaga kirgiza oldi. Lochinlar jamoasi endi esa xuddi shunday qiynalyapti va ikkinchi urinishda ham kirgiza olmayapti. O'ylaymizki, 3-urinishda kirgizadi va buni uddasidan chiqdi. Bu shart juda ko'tarinki ruhda, a'lo darajada bo'lib o'tyapti. Mana hozir qizlarga ham navbat yetib keldi. Lochinlar jamoasi va Burgutlar jamoasining qiz ishtirokchilari birinchi urinishda buni bajara olmadi, albatta. Mana hozir Burgutlar jamoasining ishtirokchisi esa ikkinchi urinishda bajardi. Lochinlarga ham omad tilagan holatda ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta, jamoasi ham qo'llab-quvvatlamoqda. Hozir ushbu shartda Burgutlar jamoasining qizlari faol harakat qilmoqda. Shundan ko'rinib turibdiki, mana Lochinlar jamoasining qizlari bu shart bilan, ya'ni bu sport musobaqasi bilan shug'ullanmayotganliklari, doimiy shug'ullanmasliklari ko'rinib turibdi. Sababi 4 va 5-urinish bo'lib ketdi va oxirgi urinishda uddalashdi albatta. Burgutlar jamoasining qizlari bu shartda faol, juda ham. Mana bir urinishda bajarishyapti. Ushbu shartni Burgutlar jamoasi birinchi bo'lib bajardi.
shu uchun g'oliblikni qo'lga kiritdi. Oltinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oltinchi shart bo'yicha burgutlar jamoasi 5 ballni qo'lga kiritishdi, lochinlar jamoasi 4 ballni qo'lga kiritishdi. 7-chi shartimiz o'quvchilar har bir jamoa to'siqlar orasidan o'tib marraga birinchi bo'lib yetib kelishlari kerak. Demak, jamoalar tayyormisizlar, burgutlar? Lochinlar. Boshladik. Demak, 7-chi hal qiluvchi shart ham boshlandi. Unga ko'ra ishtirokchilar to'siqlardan o'tib va aylanib o'tib keyingi ishtirokchiga qo'l uzatishlari kerak bo'ladi va ushbu shartni har ikkala jamoa ishtirokchilari chaqqonlik bilan boshlab olishdi. Ko'rib turganingizdek shiddat bilan harakat qilishmoqda va bu shart ham qolgan shartlardek o'ziga yarasha mashaqqat talab etadi va a'lo darajada har ikkala jamoa ishtirokchilari buni bajarishmoqda. Shunga qaramay g'oliblik sari intilishmoqda. Bu albatta hal qiluvchi shart, aziz tomoshabinlar. Shu uchun har ikkala jamoa ishtirokchilari juda chaqqonlik bilan harakat qilib g'oliblik sari intilishyapti. Mana hozir ko'rib turganingizdek qizlar ham chaqqonlik bilan boshlab olishdi ushbu shartni. Biroq e'tibor bering, aziz tomoshabinlar, qizlar bu shartni bajarayotib biroz xatoliklarga ham yo'l qo'yishyapti. Sababi ular tizzalari bilan sudralib o'tgan holatda tezlik bilan bu shartni bajarishyapti. Albatta, g'olib bo'lish uchun har ikkala jamoa juda shijoat bilan harakat qilishyapti. Ko'ramiz endi qaysi jamoa g'olib bo'lar ekan va ikkala jamoaning so'nggi ishtirokchilari bu shartni bajarayotib va lochinlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Va musobaqamiz ham o'z nihoyasiga yetdi albatta. Nihoyat 7-chi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu shartimizda lochinlar jamoasi 5 ballni qo'lga kiritishdi, burgutlar jamoasi 4 ballni qo'lga kiritishdi. Umumiy hisob burgutlar jamoasi 29 ballni qo'lga kiritdi. Lochinlar jamoasi 24 ballni qo'lga kiritishdi. G'olib burgutlar jamoasi. Bugungi quvnoq startlarimiz juda quvnoq o'tdi va biz bu quvnoq startlarda g'olib bo'ldik. Bizga bu shartlar qiyinchilik tug'dirmadi. Biz oldin ham bu shartlar bilan mashq qilgan edik. Men o'zim shaxsan futbol turi bilan shug'ullanaman va bunday quvnoq startlar yanada ko'payishini xohlaymiz. Bu quvnoq startda biz g'alaba qozondik. Bunda menga birinchi shart yoqdi, chunki unda halqalarni boshimizdan aylantirib o'tish bo'ldi. Bu menga oson, chunki bu shart bilan juda ko'p shug'ullanganman. Yana bunaqa shartlarda juda ko'p qatnashganman. Bu g'alabani biz jamoamiz bilan qo'lga kiritdik, chunki bizning jamoamiz juda ahil va quvnoq edi. Bizning maktabimizda 11 ta sport turi bo'yicha to'garaklar mavjud. Bulardan futbol, basketbol, voleybol, stol tennisi, yengil atletika, milliy kurash to'garaklarimiz mavjud bo'lib, bunda maktabimiz o'quvchilari faol qatnashib kelmoqda. Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish maqsadida maktabimiz o'quvchilari bilan turli xil sport musobaqalari o'tkazib, o'quvchilarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilib kelyapmiz. Maktabimiz o'quvchilari 5 tashabbus olimpiadasini hozir maktab bosqichini o'tkaryapti.
nasib bo'lsa 5 tashabbus olimpiadasini shahar bosqichiga yuqori o'rinlarni qo'lga kiritamiz degan umiddamiz. Maktabimizda milliy kurashga bo'lgan e'tibor juda yuqori. Milliy kurashga o'quvchilarimiz faol qatnashib kelmoqda. Mana shu sport turi bo'yicha o'quvchilarimiz yuqori natijalarni qo'lga kiritishgan. Mana bugun ham maktabimizda Quvnoq startlar sport musobaqasi tashkil qilindi. Bunda o'quvchilarimiz faol qatnashib, juda kayfiyatlari ko'tarinki ruhda bo'ldi. Bundan maqsad o'quvchilarimizni o'sha sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish bilan birga ularning sog'lig'ini mustahkamlashda juda katta yordam beradi. Maktabimizda bo'lib o'tgan 5-6 sinflar o'rtasidagi Quvnoq startlar televizion sport o'yinlarida ishtirok etib faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritgan jamoamizni ushbu diplom va esdalik sovg'a bilan tabriklaymiz. Sinf jamoasi. Sinf jamoasini Quvnoq startlar televizion sport musobaqasi o'yinlarida faol ishtirok etib, faxrli 1-o'rinni egallagani uchun ushbu diplom bilan ta'minlaymiz. Demak, aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Quvnoq startlar teleloyihasi bo'ldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.